Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga o'z hissiyotlariga ergashmaslik kerakligini o'rgatganini qarang. Alloh aytadi: Qo'lingdagi narsa nima ey Musa? Musa alayhissalom nima dedilar? Ular dedilarki: Bu mening hassam. Ma'nosi, men unga suyanaman. Ya'ni u menga yordam beradi. Ular yana aytdilarki: Ma'nosi, u mening rizqimning sababchisi, u menga rizq topishda yordam beradi. Va men undan juda ham ko'plab foydalar topaman. Sen ko'rayotgan narsa mana shumi Musa? Ha, mana shu. Unda hassangni yerga tashla. Alloh Musa alayhissalomning qalblariga joylashib qolgan bu narsani ketkizmoqchi bo'ldi. Va to'satdan Alloh u narsaning butunlay ko'rinishini va vazifalarini o'zgartirib yubordi. Va endi Musa alayhissalom undan uzoqlashmoqchi bo'ldilar. Chunki ilon juda ham qo'rqinchli edi. Musa alayhissalom bu narsa mening yordamchim deyotgan edilar. Siz tabiiyki ilondan yordam so'ramaysiz, shundaymi? Chunki ular nimani ko'rdilar? Ular ilonda xavfni ko'rdilar. Alloh subhanahu va taolo barcha xususiyatlarini o'zgartirdi va Musa alayhissalom qo'rqib ketdilar. Va Alloh ularni chaqirdi. Uni qo'lingga ol va qo'rqma. Biz uni avvalgi ko'rinishiga qaytaramiz. Alloh bu yerda qanday saboq berdi? Haqiqiy foydasi teguvchi bu Alloh va bu insondagi iymonga ko'ra amalga oshadi. Mana iymonimiz tuzatilgandan keyin, yo'q, sen ko'rayotgan foydalar hassada emas. Men naf beruvchi zotman.